Assalomu alaykum. Bugun biz Samarqand viloyatidamiz. Mana shogirdlarimizdan biri bilan sizni tanishtiramiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Men Paxtash tumani, Samarqand viloyati Paxtash tumani O'lmas bo'laman. Bugun mana bu Pishqil limonchilik maktabining dovunlasi kelgan ekan. O'shanga bizni limon ekayotgan joyda bir ko'rib maslahatlarni beryapti. Biz O'lmas akaga to'g'ri gap ijobiy fikrlarimizni berdik. Shu bilan birgalikda biz hozir bir maslahat berdikki, mana dehqonlar ko'rib turgan bo'lsangizlar, yerni ekishga tayyorlaganda bu dehqonimiz yerni tayyorlab turib, mana o'sha yamalarni qazib chiqqan. Yamalada mana biz kuzatgan narsa birinchi navbatda go'ng yaxshi qo'shilmagan, mana qop-qora bo'lib turgan joy go'ng. Ikkinchi navbatda esa mana yer qora bo'lib, nam qaytarib turibdi. Mana yana o'sha masala, mana go'ng yirik tushib qolgan. Bizning taklifimiz O'lmas akaga ma'qul keldida, yerni oldin belkurakda bitta ag'darib chiqiladi, nami qochiladi. Nami qochgandan keyin o'sha maxsus texnika yordamida bir ag'darib qo'shiladi-da, keyin ekiladi. Nimaga ekishga, to'g'ridan to'g'ri ekishga nimaga maslahat bermadik? Sababiki o'sha yer nam tortib qolganda, o'sha go'ng bilan aralashib bersh bo'lib qolgan. O'sha uchun yerni albatta shu birinchi marta ekin ekishdan oldin qo'rqmay halol pokiza bir tabiz ag'darishimiz kerak bo'ladi. Shu uchun mana yana o'sha go'ngni ko'rsatib o'tamiz. Mana qizargan go'nglarni. Shu uchun taklifimiz, Xudo xolasa O'lmas aka shu yerni qo'lda ag'darib, keyin texnikada ag'darib, keyin limon ko'chatlarini ekasiz Xudo xolasa. Xudo xolasa shunday qilamiz. Mana yutuqlari ham bor. Mana yuqorida chiroyli qilib forchkalar qilib, forchkani ham mana yarmini to'liq ochiladigan qilganlar bir tomonini. Xullas 50% teplitsani to'liq ochsa bo'ladi. Albatta ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. O'ylaymizki, mana shu Samarqand Paxtachi tumani bo'ladimi, Bulung'ur bo'ladimi, Narpay bo'ladimi, Buxoro viloyati bo'ladimi, har bir xonadondan tashabbus bilan chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana hozir limonlarni ham ko'rib xursand bo'ldik. Hozir ham deylik 30 mingdan 1 kilosi qimmat. To'g'rimi O'lmas aka? Ana demak 3-4 kilosiga 1 kilo go'sht berib tursa, buni nimasi yomon? Marhamat. Fikrlarimizdan agar kimdir manfaat topsa, biz xursandmiz. Pishqil limonchilik maktabi rahbari Nusrat Saidov.